Xo'p, bu videoda endi yana magazinga kirsangiz, xuddi shunaqa fon bilan bu yerda logotip turibdi. Xuddi shu holatda o'zimizning magazinga endi logotip yaratishda va fonlarni yaratishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun eng oson yo'li shu Canva saytiga kirib, bu yerda registratsiyadan o'tib olish kerak asosan. Registratsiyadan o'tib turib, bu yerda logotip yasab olsak bo'ladi. Buning uchun biz bu yerda tepada eng yuqoridagi shu bo'limdan logotip bo'limini topib, logotipni ustiga bossanglar, har xil shablonlar, nimalar tashaveradi. O'sha shablonlardan любой bittasini tanlab turib, o'zingizga mos, o'zingiz magaziningizga mos holatda logotip yaratib olsangiz bo'ladi. Ya'ni shablonni ba'zi bir joylarini o'zgartirib, boshqa qilib, so'zlarning o'rniga o'zingiz so'zlaringizni yozib, bu yerlarda Google переводчи, boshqa narsalardan foydalanib yozib, chiroyli qilib to'ldirib, logotipni o'zingizniki qilib olsangiz bo'ladi-da. Bu eng oson yo'li. Eng qulay va oson yo'li. Shu yerdan nima qilib logotipni yaratib, undan keyin saqlanib bo'limini bosib, logotipni o'ziga chiqarib olsangiz bo'ladi. Ko'ryapsiz, bu yerda juda qulay, unaqa qiyin joyi yo'q. Xohlagan turdagi umuman bir nimasi yo'qda, xohlagan turdagi logotip yaratib olsangiz bo'ladi. Hamma narsa tushunarli, qulay tarzda ko'rsatilgan. Razmerlari ham o'zi shu joyda ko'rsatib qo'yilgan. Xohlagan shu razmerlarni mana o'zingiz magaziningizdan olsangiz bo'ladi. Razmerlar yozib qo'yilgan. Tushunarli holatda ko'rsatib qo'ygan. Shu yerda saqlanib qilib chiqarib olasiz, bo'ldi. Razmerni qanaqa qo'yishlari, hamma narsa shu saytda o'zida ko'rsatib qo'ygan. Ya'ni magaziningizdan olingan razmerni shu yerga yozib, logotipni chiroyli qilib bezatib chiqarib, iloji bo'lsa logotipga juda katta e'tibor berishlaring bo'ladi, sababi logotip fon bu magazinning yuzi hisoblanadi-da. Shuning uchun bu narsaga kattaroq, ya'ni ko'proq e'tibor bersanglar yaxshi bo'lardi. Nimaga desangiz, odam birinchi kelganda o'sha magaziningiz eng odamning ko'ziga tushadigan narsa o'sha nima desa bo'ladi, logotip va fon bo'ladi. Любой do'kon ochsangiz ham, misol uchun, magazin ochgan taqdiringizda ham ko'chada chiroyli qilib bezatib, magazin nomini ham chiroyli qilib qo'ysangiz, odamning esida qoladigan magazin bo'lsa, o'sha yaxshi e'tibor, xuddi shunaqa holatda bu ham o'sha logotipi, foni gapiradi-da, magazinda qanaqa magazinligini, qanaqa qulayliklar borligini, mana shu bitta logotipni o'zi, shu fonni o'ziga kirgizib yuborsangiz bo'ladi aslida. Shu holatda yaratib nima qilib qo'ysangiz bo'ladi. Logotipimiz tayyor, endi shuni o'rniga qo'yib, fonni ham o'zini o'rniga qo'yib, mana magazinimiz ko'rinishini keltirib qo'ysak bo'ladi. Buni hech ham qiyin joyi, bir o'ylanadigan joyi yo'q. Mana magazin tayyor, buni saqlanib yozib qo'ysangiz bo'ldi. Magaziningiz endi uzun marketda chotki bo'lib ko'rinadi.